Salom do'stlar, siz bilan har doimgidek Sayzapo bugun do'stlar 120 FPS va Ultra FPS. Mana ko'rganingizdek 120 FPS va iPad Wave dasturimizda. Do'stlar, dasturga bo'ldi ko'rdingiz. Mana iPad Wave'da ham sizga ko'rsatamiz, ishonch hosil qilishlaringiz uchun. Mana ko'ryapsizlar, mana rasm bosqich joyini bosamiz. Mana iPad Wave ishlamoqda do'stlar. Do'stlar, bunday dasturni ishlatish uchun yangi chiqqan xatolim, ya'ni 120 FPS Oscar kanalida joylashtirib boramiz. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosishni unutmang, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizni quvvatlashingiz hamisha biz uchun quvvat va hamisha kuch bo'ladi. Emasam do'stlar, qanday yaxshilab o'rnashib oling, biz videoni boshlaymiz. Do'stlar, mana appimizni yuklab oldik. Yuklab olgandan so'ng ichiga kiramiz. Ichiga kirganimizda, ya'ni YouTube'ga kirib ketadi. YouTube'ga kirishning sababi bittadan like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish kerak va qanday o'rnatishni ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib bo'lgandan so'ng telefon ostidagi knopka tagi bor. Shulardan nazar tugmasini bosishimiz kerak. Mana bosganimizda bu yerda knopka chiqdi va PUBG Mobile globalni tanlaymiz. Nima deyapti? Shuzuki davlat, ya'ni shuzuki yo'q ekan. Shuzukini skachat qilib olamiz. Skachat qilib 5 daqiqa kutamiz. Mana yuklab olyapti. Xolos. 2 daqiqa ketadi. Mana ketmoqda do'stlar. Va mana shu ichiga kirdik. Yana appimizning ichiga kiramiz. Kirib ko'rsak, kirib ko'raylikchi. Yana YouTube'ga kiryapti. Va nima deyapti? Shuzukiga ulanmagan ekan do'stlar. Shuzukiga kirish uchun funksiyalarga kiramiz. Mana tepa qismi bosamiz va barcha funksiyalarni yog'amiz. Rабочий bosamiz do'stlar. Video sevga qilish mumkin emas ekan. Va qilganimizda bitta port, ya'ni 4 ta 6 ta raqam so'raydi bizda ostida. Shuni terib kiritamiz. Mana ostida kiritdik, ana tagidagi qismi. Chiqib ketyapti do'stlar. Ko'rinmas ekan. O'zi shunday ekan do'stlar. Qilib bo'ldik. Zapusga bosamiz. Mana zapusga bosganimizda 3 sekund kutamiz. Üç sekund kutgandan so'ng yana aktiv bo'ladi shu appimiz. Do'stlar, yana Shuzuki'ni o'rnatishdan oldin настройка bo'limi dasturchi tizimini yoqishimiz shart. Ya'ni telefon degan joyga kiramiz. Общий telefon degan telefon настройкasiga kiramiz. Versiya degan joy bor-ku. Shuni bossak ishlaydi. Xolos do'stlar, mana zapusk bo'ldi. Endi bu yerdan kerak bo'lgan ularni yoqamiz. Xitoyimiz keyin mutiji minagirni qo'shib olamiz. Qo'shib olgandan so'ng yana zapusk qilamiz. Zapuskni kutamiz. Kutgandan so'ng yana ko'rib chiqish kerak. Ko'rib chiqdik. Endi kiramiz do'stlar. Mana endi kirganimizda
mana YouTube'ga qayta kirmaydi. Chunki suzuk ulandi, obuna bo'lindi. Mana suzuk not ishlayapti. Mana endi iPad Wave qo'shamiz. Bu yerdan ostidan barcha funksiyalarni qo'shamiz. Buni qo'shamiz. Ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi ultra. Eng ostidagi qismi Apple qismini ham bosishimiz shart. Eng asosiy qismi o'sha yerda. Mana qo'shdik. Mana endi funksiyalar ishga tushdi. Keyingi qismi krashaya. Shuni ham yoqib olishingiz mumkin. Ranglari mana ostidagi rang. Rangni ham mana kattalashtiramiz, kichiktiramiz. Mana qizil rangda qo'ysak ham bo'ladi. Qizilda o'ynayman. Qizilga qo'ydim. Va FPS ma'lumdir. Ko'rsatib turadi telefonimizning necha FPSligini. Va 120 FPS. 120 FPS da Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz. Mana FPS Loskirk shu kanaldan bemalol topishingiz mumkin bizning kanalimizni. Va bu yerdagi tugmani bosamiz. Va do'stlar, eng kerakli nomi bu 100 daqiqa to'lish kerak, 100% bo'lish kerak. Ko'plar 100% bo'lmasdi deydi. 100% bo'ladi, chunki internet slab bo'lsa ishlamashi mumkin, tortmasligi mumkin. Buni afzalni tortishimiz shart. Yana internet yaxshi menda hozirchalik. Mana 100% bo'lmoqda. Mana 100 daqiqa bo'ldi, 100 daqiqa bo'ldi. Endi buni manager dasturidan kirib, ya'ni download ostida eng pastda download faylga tushadi. Mana download faylga tushganda xo'sh, download fayli Gamepatch 67 ekan, shu 67 uni Paxga joylaymiz. Mana shunda. Undan PUBG Mobile'ni nasl topamiz. Dataga kiramiz. Datadan PUBG Mobile'ni tsx degan faylni topamiz. Izlayapman. Topish juda qiyin bo'lyapti. Datalar juda ko'p ekan. Mana Shadow Extra, Uzgami, Shadow Extra, Site, mana va Pax bo'limiga joylaymiz. Gamepatchni tashladik, ostidagi Bernard fayl tashlaymiz. Mana tashladik do'stlar, mana 100% bo'ldi. Xullas start tugmasini bosamiz va PUBG Mobile'ga kiramiz do'stlar. Mana PUBG Mobile'ga kirdik. Do'stlar, ko'p vaqt ketgani uchun videomizda to'xtatib qilaman, chunki ko'plar aytishyapti kesib tashlangan. Yo'q do'stlar, kesganim yo'q. Do'stlar, buni ko'p videomiz ko'p ketmasligi uchun sizlarni kutib qo'ymasligim sababi to'xtatib turaman. Mana do'stlar, o'yinga kirdik. O'yinni
startni bosib ko'ramiz. Настройка kirib ko'ramiz hozircha. Настройкada mana ularni qo'shamiz mana. Mana do'stlar, mana ultra do'stlar, ultra turibdi mana. Ultrada bosganimizda mana 120 fps do'stlar. Do'stlar ko'rgansizlar, mana 120 fps. Telefon juda qotyapti, mana internet juda slab bo'lgani uchun juda past, shuning uchun qotyapti. O'zlaring 120 fps ko'rsatadi. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni unutmang. Do'stlar, omon bo'ling. Like bosishni unutmang.